hurmatli kuzatuvchilar, hozirgina men 4 kunlik chaqaloqni borib ko'rib keldim. Tug'ma maymoqlik. Maymoqlikni har xil turlari bo'ladi. Bunda yumshoq formasi ekan. Xudo xolasa buni etapma-etap boylamlar bilan o'ziga keltirib olamiz. Hozir bitta boylam boylab berib keldim. 5 kundan keyin yana kelishadi. Boylamni o'zgartirib beraman. Har safar burmalar hosil bo'lganda o'sha burmalarni boricha oyog'ini to'g'rilab boraveramiz, bolani qiynamasdan. Xudo xolasa chillasini ichida tuzatib olamiz. Shu chiqib kelayotgandim, bu jonisi bor ekanlar, 70 yoshga kirgan ekanlar, oldin o'qituvchi bo'lib ishlagan ekanlar. Ularda men davlenim ko'p oshadi, yuragim siqiladi, qo'llarim uyushib turadi dedilar. Anamnez olib tekshiruvdan o'tkazuvdim. Ularda sheyni osteoxondroz bor ekan. Sheyni osteoxondrozlarda ko'pincha bizani aldovchi ko'pincha kasallarimiz, bemorlarimiz nima deydi mijozlar, yuragim deb o'ylaydida, yugurib borib kardiologga, terapevtga uchrashishadi, yo nevropatologga uchrashishadi. Nevropatologga uchrashsa mayli, lekin kardiolog bilan terapeftlarimiz ular ham lecheniya yozib beradi. Ularda lekin sheyni osteoxondroz borligini aniqlamasdan ularga dori darmon qilgandan keyin ular vaqtincha tuzalib, yana qaytib mazasi bo'lmay yuraveradi. Hozir opaga kerakli muolajalarni yozib berib keldim. Xudo xolasa ular ham 5 kunning ichida ancha-muncha natijalarga ega bo'ladilar degan umiddaman. Salomat bo'linglar.